Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Baroat kechasi haqida Sha'bon oyining o'rtasida kechasi ibodat qiling, kunduzi ro'za tuting. Kun tunga yaqinlashganida Alloh dunyo osmoniga tushadi va mendan kechirim so'ragan yo'qmi? Uni kechiray. Mendan rizq so'ragan yo'qmi? Unga rizq beray. Musibatga uchragan yo'qmi? Unga ofiyat beray deydi degan ekanlar. Oldimizda shunday imkoniyatga to'la kecha bor. Yo Rabbiy, agar bizni ismimizni g'ofillar daftariga yozgan bo'lsang, u yerdan o'chir. Bizlarni solih amallar qilgan bandalaring orasiga qo'sh. Bizlarni senga oshiq bo'lgan bandalaring daftariga yoz. Ertaga huzur mahsharda baroatimizni qo'limizga oladiganlardan qil. Yo Rabbiy, sen Rohimsan, Rahmonsan, G'ofursan, Hakimsan, Azizsan. Sen bizni yo'qdan bor qilgansan.